Assalomu alaykum kanallarimiz, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganchda Sputnik Hokim ko'chasiga yaqin yerda shunday ajoyibot qurilgan 150 kvadrat metrli 2 qavat hovli-joy bilan tanishib o'tamiz. Tayyor xonadon ekanlar, ustalar ishlab turibdi. Mediyada ishlar qilgan, ularni bitirib beradi ekanlar. Ozroq ish qilgan. Fasad lekin shu durishda duradi. Hurmatli vatandoshlar, eldiraz teshga qilingan, kanalizatsiya chiqqan. Bu yerda yana mashinkadan messalar ham bor, hurmatli vatandoshlar. Bir de maşin koymak mesası var hazırsanız. Endi aptaşa turib maşin koymadan mesa qilsangizlar ham bo'ladi. Xonadonimizga 3 tarafdan girsangizlar bo'ladi. Bu yerdan zal qismidan, oshxonadan, keyin dalan qismidan ham girib chiqsangizlar bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar. Shiprintilari alifallar qilingan, tarnovlar o'rnatilgan, sho'chik qo'yilgan, svesh sho'chiklari, gaz sho'chik ham qo'yilgan azlar. Only atabliyasi ham ishlab turibdi, yoqib qo'ydilar. Ishlarni e'tibor qiling, ajoyib sifatli yarma demir ishlardan qo'yilgan. Hurmatli vatandoshlar, girgandan keyin azlar dalolimiz bo'ladi. Oyoq tiylari ham tubli pol, ham registrlar ham bor. Hurmatli vatandoshlar, bir dalolimizda registr qo'yilmagan, qayerda registrlar ham bor. Laminat pol qilingan, tubli pol, prinslar o'rnatilgan, divorlar oboy, ramkali qilib, chiroyli qilib chiqarganlar. Ramkalar ham alibastirdan, po'kakdan emas. Hurmatli vatandoshlar, zo'r mesada arzon narxda qo'ydilar. Hurmatli vatandoshlar, srochniy satish maqsadida arzon qo'ydilar. Mening bahada sizlar remontlarni qimmat aytib turibdilar. Narxini videoning davomida aytib o'tamiz. Videolarimizni to'liq ko'rib borishni so'raymiz. Bedening rakovina messasi prinslar o'rnatilgan, sizlar ishlar ham ajoyibundan qo'yganlar. Hurmatli vatandoshlar, oppoq sifatli eng so'nggi modeldagi ishlar. Nalishlar ham qo'yib beriladi, sizlar nalishlar ham bor. Bu yerda oshxonasi, sanuzeli yanında zal qismi bor. Yuqoridagi 3 xonasi, bir sanuzeli, bir daloni bor. O'xshi azlar 5 xona, 2 dalan, 2 sanuzeldan iborat bo'lgan xonadonimiz azlar. Xonadonimizda aytib o'tganimizdek 3 tarafdan girsa bo'ladi. Asosiy bu yerdan dalan qismidan, keyin oshxonadan girib chiqsa bo'ladi, keyin zal qismidan. Bir yandan ko'rsatib boraversak, ishlar e'tibor qiling, ajoyib sifatli, zo'r ishlardan qo'yilgan, oppoq zamoklar ham yaxshisidan qo'yganlar. Bedening 360 380 razmerda spalnisi bo'ladi, yotoqxonasi, registram ham tubli pol ham bor. Hurmatli vatandoshlar, oyoq tiylari ham qisadi, registrdan ham panoramli oynalar qo'yilgan. Oboylar ham ajoyib mo'sh oboylardan, hurmatli vatandoshlar. Gaz va suvdan muammo yo'q. Oboylar ham yorki bir chiroyli oboylar ekan, girgandan odamni bag'ridan ochadigan. Lisensiямizdan mediyada ishlari qilganlar, bilan bitirib beradi, bellarni opshipkalarni qilib, pulni taxlab beradilar. Prinslarni urib azlar. Razvedka kulchatillari qilgan shularni mediyada ishlarini pulni bitirib, taxlab, chiroyli qilib beradilar. Bu yerda oshxonamizning, oshxonamiz 360 3 metr razmerda tushgan. Bu yerda podvali bor, kichkina bo'lsa ham bir mediyada qo'ymoqqa, ham katta emas. Tubli pol kollektorlari bu yerda, suv nasos ham qo'yganlar, sirkulyatsiya uchun nasos qo'yilgan. Bu yerda yurib turgan duxkontrolli kotellar, fartuklar qilingan, oboydan chiqqan, bu yerdan ham girib chiqish quvvati bor. Oyoq tiylari taxta bu, bu yerda sayning, azda mo'yka to'shkalari tashlab ketilgan. Pastda bir zal, bir spalni, hurmatli vatandoshlar. Bedening sanuzelimiz. Sanuzel ham polni kafildan chiqibdi. Unitazlari polni qo'yib beriladi, rakovinalari bu yerda. Kafil, patologi natija qilib, chiroyli qilib beradilar. Ariston to'shkalari ham bor aynan. Hech narsadan muammosi yo'q. Narx ham zo'r. Ko'p qaytilmaydi azlar, ozroq qaytib beriladi. Salavaraq azlar ishning joyini, ishga qo'yib kelib turganini azlar Pashti shuni bahasına satılmadı. Hurmatli vatandoshlar. Bu ozgina farqi bilan remontdan chiqqan joyini. Birimiz 370'e 720 razmerda tushgan. Bu yerda yana plastiklangan ishlar ham qo'yilgan, bundan yurib chiqish xotam baynan. Azlar oboylar ham ajoyib, oboylardan mo'shi, ramkali qilib, chiroyli qilib remont qilganlar. Patolog qismi gipsokardon, ham ramkalar ham po'kakdan emas, azlar alibastirdan yana azlar alibastirdan. Ajoyib chiroyli joy. Oyoq tiylari tubli pol beriladi. Polning ko'rib turgansiz, bu taraflarda registrlar ham qo'yilgan. Oshxonalarda, azda bunday bu xonada registr bor. Buni ko'rsatib o'tdik, yana bir bor ko'rsatamiz. Ham polning kafildan chiqqan dushoy, bu yerda unitazi, rakovinasi qo'yib taxlab beriladi. Smesitillari bilan birga azlar. Patolog ham taxlanadi. Azlar natija qilib beradilar. Hurmatli vatandoshlar, ana endi ikkinchi qavatdan ko'rsatib o'tamiz. Lisensiam tengda messasi bor. Hurmatli vatandoshlar, bu yerda mediyada qo'ysangiz bo'ladi. Quyma lisensiyamiz beni chiroyli qilib taxlab beradilar.
Printslara vuruladı yine. Lesinsamız appak lesinsalardan. İkinci kavatam çıktık yine. İkinci kavatam holu var yine yazılı. Holam 7 metre babirini eline 3,5 metre 3,60 arkayın çıkardı. Registrleri var. Hürmetli vatandaşlar panoramli aynalar koyulgan. İşlerim acayip işlerden, sıfatlı işlerden koyulgan. Patolog kısmı ortalayınan netice boğan. Çetler gipsa kardon, galagin toşkeler bazılar, pasvetkeler taşalgan. Bir de yine spalnesi 3,60'a 3,80 razmede. Birden bir registrleri bu ayaktiyle laminat pol, yarki aboyladan faydalanganlar. Hürmetli vatandaşlar. Cayımız çırayla cay eken. Narx hem acayip. Hamyon bab narxda. Birimiz 3,60 razmede işken. Registrlerim en zorundan koyganlar. Aynaları plastik ramlarına, patagonikleri ba. Muişi aboyla, atacento aboylar yine. Yanımızda ikinci kavatta insan uziyle buladı. Bir de yine. Həzə mütazı koyup taxlap bərlədi. Ayak dilərim, divallarım, kafir. Şəcələr işləb tutdu. Patolog ilə plastik olan, qala gilləri koyulğan. Bunlar işlərlə ornatıp bərədələ bir anda. Yəni ikinci kavattayı zalı 3,70'e 720 rəzmidə. TV zonasını çırayla qılıb, dekorativni panellər bilən taxlağallar. Akkuratni qılıb. Patolog kısmımızda qala gilləri var. Ortalar nəticələr çetlər gipsa kardon. Yarki appak aboyladan ayak dileri laminat pol. Bir de yine tüplü pol kılgalla ikinci kavattan. Yanında yine balkona boladı azda. Balkonam ba. Gaz, svet, su. Lan dokumentten hiç sınavdan muamması yok. Acayip mesela Ürgenç'te azda Sputnik hakim köçe yakın yerde yine 2 kavatlı 150 kvadratmetre Patkuluç kanadan bilen danışıp öttik. Narxı 730 milyon son. Köp kaytırmıydı azda. Sroşin satış masasında arzarak koyuldu. 730 milyon som azrak qaytıb bərlədi. Gələsilər görəsiniz zalokana bəri doğru adlansa ötürü bu asanızda buladı. Eğer kanallarımıza abone olub, like basıb, qollab quvvat atırsanızda sizlərin etibarlarınızda acayip çaylı kanallarını havala qılıb bara verəmiz əzdə. Həm kommentariyada çaylı fikirlərinizi qaldırıb barasında caylarımıza baxarır. Neçə çayla gerek buruşun yazıb qalırsınızda, şunun caylarını qoldan gəncə etibarlarınıza təqdim qılıb bara verəmiz əzdə. Həmmə sağlıq, salamətllik dilimiz. Keyingi rollərdə sağaman, yaxşı keyfiyyətdə görüşüncə də qalamız.